Yurak urar jiz. Boshqa aytmoq qo'shiqdi. Nima xizmat? Xullas erim. Stop. Bilaman, eringizni ishlari o'xshamayapti. O'shani o'qitgani kelgan, shunaqami? Qaydan bildingiz? Boya telefonda gaplashdik-ku. Mash suvdan ichaverasiz. Shuni ichsam erim ishlari yaxshi bo'lib ketadimi? Yo'q, chanqaganda sizni berdim. Mayli. Eringizni o'qib berishim uchun menga eringizning kamari kerak. Remeni belga bog'laydigan narsa bilasizmi? Remenim qani topolmayapman-ku. Uy tozalaganimda plissos yutib yuborgandir-da. Aya, hozir ofisda edim, o'zim telefon qilaveraman. Aytasizmi nimaga kelganingizni? O'tgan safar o'zingiz bilib olgandingiz-ku. Bu safar telefonda gaplashmadik-ku. Xullas erimdan shubhalanyapman. Qo'shnim Dilya erimga suzilib yuribdi. Shuni to'g'rilab bering. Odamlari! Ha, dada chaqirdingizmi? Ya, sizlarga emas, ishlan qilaveringlar. Buning uchun menga xuddi shu qo'shningizni 2 yil kiygan naskis kerak bo'ladi. Oq bo'lsin. Dada, siz kulib kelyapsiz? Qo'shni uyga o'g'ri chiqdi. Nima shu kulgilimi? Endi pullarni emas, naskilarni ko'tarib ketibdi-da. Siz tashvishingiz tugamasganda, yana nima xizmat? Menga erim qimmat brilliant olib berishini xohlayman. Shunga nimadir qilib bering. Menga eringizni soqoldan bir tola kerak. Soqolni qanday olib kelaman? Taqinchoq kerakmi? Dada, soqolingizni qachon olasiz? Senga xalaqit qilyaptimi hozir shu? O'sib ketibdi-da. Olmayman. Olmasangiz olmang. Erim menga qimmat brilliant olib berishini xohlagandim. Arzon mushteri olib kelib beribdi. Shunda o'qiganingiz ta'sir qilmadimi? Bo'lishi mumkin. Aniq bir tola soqolidan olib keluvmidingiz? Shunga loyiq joyidan olgan ekansizda, bir tola. So'nggi tola bizni bog'lab. Baxtli bo'ling. Bo'ldi, kelin. Endi borib bitta issiqqina choy damlang. Boygina damlagandim, Adajon olib kelib beraymi? Oy, tirik bo'lganda menga issiqqina choy qilib berardi. Bor aytganlariniki? Xo'p. Kelin, bugun kechga mant qiling, mantigim kelib ketdi. Boya mastava qil deganingizga mastava qilib qo'yman, Adajon. Mayli, o'zimda o'ylab qarasam mastava ichkim kelyapti ekan. O'g'lim, nima kech? Dada, tinchlikmi? Nima yig'layapsiz? Kelinimga mant qilib ber desam, mastava teshib chiqadimi, dedi. Oy, tirik bo'lganda qilib berardi manti. Men unaqa demadim-ku. Nima yig'layapsiz, dada? Kelinga kirlarimni yo'q desam, yuvmabdi. Oy, tirik bo'lganda yuvib berardi. Ha, uyda kir moshina bo'lsa, shuni parashokni tashlaysiz, yuvib tashlaydi. Qanaqa parashok? Nomini ayta olmayman, reklama bermagan bizga. Yana nima bo'ldi, dada? Xotiningga televizor pultini olib ber desam, olib bermadi. Oldingizda turibdi-ku. Oy, tirik bo'lganda shuni olib berardim. Oshirib yubordilar-de. Kelin, kiyimlar olib qayerga ketyapsiz? Uyda eski kiyimlar ko'payib ketdi, Adajon, musorga tashlab keling. Yaxshi fikr, zo'r fikr. Qayerga ketyapsan? Yo, ketgan. Adajon, meni uydan haydab yuboryaptilar, uyda bo'lmaga qolmagani uchun. Mendan ancha o'rganyapsiz, kelin. Tushda ko'rsang ganj deb fillar vilonni. To'g'lan, nima qilasiz? Tovuqlar imlatib kelay. Tovuqlar qani? Tovuqlar kasal ekan, 10 kun lechini olishga qoldi.
Aldamang, siz aldayapsiz. Ularni sotib ichib kelyapsiz. Alkash. Yo'q, ichganim yo'q. Ishonmayapsanmi? Ichganim yo'q. Aka to'g'risi qarzga bera olmayman. Bermaysan, ha? Yo'q. Aka bu tilla emas, 15 minglik bujetariya-ku. Bo'lmasa 15 minglik arog'ingdan ber. Uzugimni qatga qo'ydim ekan, Uzugimni ko'rmadingizmi? Topolmayapman. Yo'q. Uzugimni yo'qotib qo'ydimmi deyman-da. Nima qilyapsiz? O'zingni qidirishyapman. Hey, to'xtang, nima olib ketyapsiz? Musirlar tashab kelay. Qani qanaqa musor ekan? Ko'rsating qani? Tilvet. Yo, kim solib qo'ydi buni? Kim? Bunaqa tuhmat qilmanglar. Aka bu ichkilik yaxshi emas, xonavayron qiladi sizni bir kun. Lekin erkak kishi ichib turish kerak. Mol qani? Menga qara, alkash, mol qani? Shuni ham sotib yo'q qildingmi? O'zi bittagina molimiz bor edi. Sut qatig'ini ichib zo'rg'a kun ko'rayotgandik-ku. Stop! Men nima uchun ichaman bilasanmi? Men nima uchun ichaman bilasanmi? Molda nechta aroq qalmashdingiz? 2 ta. Водка, пиво, под конец корпоратива. Konserni Rustovkam meni jonikam mumkindan beri qatnayman konserni o'xshatib ber. Ana siqdi qara Afrikada bunaqa siq bo'lgan yo'q. Qachon o'xshatib berasan? Bo'ldi, aka bo'ldi, siz tushundim, shoshmay turing. Xullas, bir oydan keyin vaqtim bor ekan. Senlar o'zinglar ketib qoldinglar. Sezonda hozir bir oydan keyin tomosha qilaman men senlar bir oydan keyin. Qishki kun tomosha qilaman. Kerak emas konserner birimizga fuf deb turamiz kundingmi? Kerak emas. Qishki kun tomosha qilaman, kelasan konserning o'xshatib beray deb kerak emas deyman. Bir oydan keyin kelayman. Ukajon yozgi kun aytgan gaplarim uchun kechir. Iltimos bir qo'shib qonimdan kech. Konserni umuman isitmayapti. Qishki kun muzlab ketdim ukajon. Yordam qilib 22 yoshli bolam. Bo'ldi. Ko'rib ber. Tushundim, bo'ldi. Qachon konserni Xo'sh. Tak. Keyingi oy vaqtim bor ekan. Ayol, Sadaqstanda. Sizlar sezoninglar tugaydimi o'zi? Ama bebin koca bela. Dadam pul bering. Boya bermayman dedim-ku. Hadi so'raverma mendan. Amaki, puldan yordam qiling. Duo qilib qo'yaman amaki. Dadam puling yo'q, senga bir so'm bermaydi. Soqqa. Amaki pul bera olasiz. Sadaqa qiling. Bor. Boya sherigingga berdim. Aka, sizni aka-ukangiz bormi? Ha, akam bor. Birga yashaysizlarmi? Yo'q, uni ro'zg'ori boshqa, meni ro'zg'orim boshqa. Ana, ko'rdingiz, bizlarda ham ro'zg'or boshqa. Bering pul. Aka, sadaqa qiling, boyib ketasiz. Ukam, katta bolasan, turishingni qara. Uyalmaysanmi? Borib u joyda ishlasang bo'lmaydimi? Gapirib bo'ldingizmi? Ha? Sadaqa qiling. Amakilar yordam qilinglar. Onam yo'q, otam yo'q, qiynalib qolganman. Pul yo'q. Xohlasangiz tekinga fol ochib qo'yishim mumkin. Ko'ryapman. Sizni bitta odobli o'g'lingiz bor ekan. Odobli? Darmaydi o'g'lim bor. Darmaydi ekan, uzr. Sizni yo'llaringiz yopiq. Nima qilaman? Uning uchun o'g'lingizga yaxshi gapirishingiz kerak, keyin har kuni marojna berishingiz kerak. Umuman yomon gapirmang. Xato ish qilsa ham, ko'chada pul so'rab yursa ham yomon gapirmang. Umuman yomon gapirmang. Xo'p dedim-ku. Bo'ldi. O'g'limga anchadan beri mehribonlik qilmayotgandim. Bir marojna olayqan. Amaki, o'g'lingizni qilib yurgan ishini ko'rdingizmi? Yo'q, nima qildi? Mana videoda ko'ring. O'g'lingiz ko'chada tilamchilik qilib yuribdi. O'g'lim, bu yoqqa fol ochib qo'yaman. Davay. Seni bugun qattiq urar ekan. Kim?
Men